Muhammed саламатсызбы? Rahmat, Allah razı bo'lsin. Hoş kelipsiz Qirg'izistonga. Allah razı bo'lsin, rahmat. Amin. Mana biz Qirg'iziston shahriga, Bishkek shahriga yetib keldik. Almazbay atani qo'ralariga, saroylariga Allah razı bo'lsin. Juda go'zal saroy. Menda o'zimda bir впечатлением boshqacha. Ko'rsanglar saroyda tozaligiga, yozuvlariga, bannellarga ahamiyat bersanglar. Toza saroy. Qo'ylarni nomi shu kirganimda oltin qo'ylar deb yozilgan ekan. Bekorga oltin qo'ylar deb nom atab qo'yishmagandir. Shu arashanni tsvetidan, shu rangidan olib oltin qo'ylar deb qo'yishgan, meni fikrim bo'yicha. Lekin saroyga men shu o'zim bahom beraman. Qirg'iziston bo'yicha yaxshi, ozoda, tozaligiga 10 baho. Bunaqa saroylar ko'p ko'rganman. Qirg'izistonda kundan kunga o'sish bor. Bu seleksiya sohasida o'ta ilg'or texnologiyalar qo'llanmoqda. Hozir suv ko'rsatdik. Suvni ichida masalan muzlab qolmaslik uchun yer tubidan olib kelingan suvni ochsangiz, ichiga spiral qo'yilgan qishda muzlamaslik uchun. Lekin gap yo'q. O'zim aytadiku, shu o'zimizning gap. Arashan bu oddiygina paroda emas, bu arashan yuqori sifat darajasi deganda, bu qo'rani ham yuqori sifat darajasiligiga amin bo'ldim o'zim. Bu chorva sohasida o'zim 4 yil yuraman, shu Qirg'izistonga kelib yuraman. 4 yildan beri o'sish hozirga qaraganda yer bilan osmonchalik go'zal. Alloh rozi bo'lsin, go'zal, hamma yo'q. Arashan. Анан айтсаңыз, бүгүн биздин кородон кайсы баягы койлордун өзгөчөмдө эсиңизде калды сиздин? Hop, qo'ylar bo'yicha ona qo'ylar bo'lsa, shu Doniyor akamizni qo'rasidan chiqqan qo'ylar yoqdi menga. Bir-biridan go'zal, Ramiz Jumaboyev. Bir-biridan go'zal hammasi. Buni ajratib qo'yib, yo qanday deydi, et bilan tinnoq kabi qadrlik. Etdan tinnoqni ajratib bo'lmagan sari bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Chunki bir-biridan sifat darajasi yuqori darajada. Көп жылдан бери жүрөсүз да бул дүйнөдө дейинчи. Койлордун багылышы боюнча мындай салмактары жакшы эле каралып атыптырбы бул жерде? Albatta, bu yoqda hozir holati bolasini boqmoqda, o'zini qo'yladi, qo'zilari bor. Qo'zilarga nisbatan eti yaxshi, boqilishi yaxshi darajada, o'zi sifati o'zi ko'rinib bilinib turibdi. Qonnalari ichiga kirmagan, yaxshi holati, go'zal. Bu qo'ylar o'zi, arashan qo'ylar, bu oddiy paroda emas. Yuqori sifat darajasini yana aytib o'tib ketaman. Nimaga desangiz, oddiy o'zimiz jaydari, Qirg'iziston qo'ylari, O'zbekistondagi o'zimiz qo'ylardan, jaydari kichik qo'ylardan o'zbek parodasi, qirg'iz parodasi deb qo'yadi, ajralib turadi. Bu уже качество, paroda уже sifat darajasi yuqori. Hozir mana kirdik, Melburg degan qo'chqorni ham ko'rdik. Sifati yaxshi, kastaklari, eti, suvayi. Birinchi o'rinda bizda shu etga olsak, salmog'i, og'irligi yuqori darajada bu arashanlar. Hozirgi kunda shu rekord darajada 231 kilogramda 231 kilogram deydi. Quvonch Mixtibayev qo'ralardan chiqqan million degan qo'chqor rekord darajasida turibdi. Guinness rekordlariga kiritilgan. Lekin ta'riflashga til ojiz, go'zal. Биздин койлордун багылып жатканына 1ден 10га чейинки баа болсо, кайсы бааны берет элеңиз? Hozir bu holatiga men 1dan 10gacha bo'lsa 8 bahoni berardim. 8 baho ham yaxshi baho. Holatiga, yungi tozaligiga, boqilish jihatidan ozib ketmagan. Qo'zisi bor, ozib ketmagan. Go'zal. Arashanda bitta faktini, o'zimga yoqadigan jihatini aytaman. Qo'zisi mana emvatadi, qo'zisi enasini emadi. Qo'zi tug'ilgandan keyin emganda o'sha 3 kunlik qo'zi oddiy qo'ylarda men kuzatganman. Prostoy buni jo'naki qo'y deydi. Jo'naki qo'ylarda 3 kunlik qo'zi prosta maloka ichadi, sut emadi. Bularda ham emadi, ham uje jem yeyishni, cho'p yeyishni boshlaydi. O'shani jihati menga yoqadi. Keyin bularda yaxshilik tomoni odamdan cho'chmaydi. Qochib ketmaydi-da. Delfinga o'xshagan odam bilan do'st bo'ladi. Yaxshi jihatlari bor bu arashan qo'ylar. Keyin go'zalligi ham bir boshqa. Ko'rsanglar eksteryeri, mana suvaylari, quloqlar joylashuvi, garabanosligi ham bir go'zal. Endi nima deydi? Bu paroda, go'zal paroda chiqdi-da, shu oltin qo'ylar deb aytdinglar o'zinglar. Shunga nomiga jismi mosda. Arashan qo'ydu emnege jaqtırıp kalgansiz? Arashan qo'yini aytdim-ku, shu yoqtirishim sababi birinchi o'rinda go'zalligi, suluvligi,
ikkinchi o'rindan salmog'i, og'irligi, uchinchi o'rinda shu tez cho'ng'ayadi, tez o'sadi. Tez produksiya tez tayyor bo'ladi-da. Etga olib qarasangiz ham hozir etga basi hozir parodiga ketyapti. Borib bu ham et bo'lishi kerak. Etga kelganda shu produksiya tayyor bo'ladi. Tezroq tayyor bo'ladi. Vaqtingizdan yutasiz, mehnatingizdan yutasiz-da. Hozirgi kunda aytganingizda sizga aytib o'tib ketsam bitta narsani, arashandan boshqa jo'naki qo'y boqsangiz 300 bosh boqasiz, qaramaysiz. Unga siz veterinariya yo'llaysiz, ko'p xarajat qilasiz, расход много. Arashan qo'ylariga kam qaramaysiz, lekin qimmat turadi. Lekin sifati ham sotsangiz daromadi yaxshi keladi. Бир суроо, сиз ошо арашан койлордун баасы баягы кымбат эмеспи? Мындай өзүңүз союп жеп көрдүңүзбү беле? Men o'zim yeb ko'rganimda ayirmasi bor. Go'shtda, etda, ta'mida, vkusida ayirmasi bor. O'zim so'yib yeb ko'rganman. Ne tomoni desangiz, arashanda ayirmasi jo'naki qo'ydan etni usti may bo'lib ketadi. Arashanda et sof et bo'ladi, may kam bo'ladi, ozroq bo'ladi may. Vkusi boshqacha. Анан өтө чарчаган учурдачы ошо арашан койлорду карап эс алган учурларыңыз болобу? Shu uyga kirganimda o'zim ham 30 bosh qaramayman, uyda seleksiya qilaman. Kirganda charchaganda bunday kelib, jem solib berib, cho'p solib berib, shu stresslardan, depressiyalardan chiqib, kuzatib o'tiramiz-da.